Assalomu alaykum do'stlar, hammanglarga kumush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun sizlarga Amazon tor mulozamatlari darsining 3-qismini so'zlab o'tmoqchi. Bu darsda Amazon tor mulozamatlariga ishlatishchanlik deganni o'rganib o'tamiz. Ishlatishchanlik degan nima deganda, ishlatishchanlik deganlik sistema yoki partisining har vaqt mashg'ulot va ziyorat qilish iqtidorini ko'rsatadi. Yuqori ishlatishchanlikqa erishish uchun ishlatgichlar bir balvoq ishlatishdan to'xtab qolsa, boshqa bir balvoqninki ularning qo'llanishchan detalni normal mangdirish uchun o'xshamagan ikki balvoqda saqlaydi. Bu deganlik qanday desa, har bir yerda bir rayon boshida oldingi darsda o'rganib o'tgan region. Her bir regionda o'xshamagan zonlar var, ya'ni balvoqlar. Agar bir rayondagi bir balvoq to'xtab qolsa, yan bir balvoq shu ishlatishchan detal, ya'ni bizning ishlatayotgan detal, torbat bo'lsin, har qandaqni mang'uzalaydi. Mushu hamda ishlatishchanlik deb ataldi. U sonliq ma'lumot va mulozimatning normal, hatto ofatdan qutqizish mashg'ulotida bo'lishiga kafolatlik qildi. Ya'ni bu deganlik, u sonliq ma'lumotlar, ya'ni data va mushu mulozimat servisiningki normal, hatto ofatlarda masalan suv bo'lsin, suv kelish yoki o't ketish va yoki yer tevrash ofatlarda mushu boshqa bir rayonningki mushu sonliq ma'lumotlarni asliga keltirib ishlatishiga qulaylik olib keldi. U hamisha men hozir sonliq ma'lumotlarimni ziyorat qila olamdim degan savolga javob bo'ldi. U ishonchli qurilish, mulozimat boshqarish texnikasi va ortiqchilikni saqlab, sistemaning kashlar va remont vaqtini eng tuvanchaga tushirish orqali amalga oshirdi. Bu taraflarning hammasi mushu AWS'ningki yuqori ta'minot orqali xaridorlarga eng yaxshi mulozimat bilan ta'minlaydi. Mushu availability degan narsa, ya'ni ishlatishchanlik degan narsaningki alohidligi mushlar. Endi biz nemishqa mushu yuqori ishlatishchanlikni muhim deb qaraymiz. Ya'ni nima uchun mushu yuqori ishlatishchanlik muhim deganda, yer tevrash, kalkun qatorliq muhit sharoitida, tabiiy ofatlarda butkul sistemamizga ta'sir ko'rsatmaslik kerak. Bu muhit omili hamda qattiq detal omilida to'xtab qolish, qattiq diska va tor kashilasi qatorliq qattiq detallarning kashilasi butkul sistemamizni to'xtatib qo'ymaslik kerak. Endi yumshoq detalda agar har qanday mulozimatlarni qayta qo'zg'atishga to'g'ri kelsa, OS, ya'ni operating system, masalan Windows, Linux degandeklar va qo'llanishchan programmani o'z ichiga olgan yumshoq detalning kutilmagan mag'lubiyati bo'lgan taqdirdami, sistema yana mashg'ulotchan bo'lishi kerak. Ya'ni qanday masala ko'rilsa, mushu operating system yoki yumshoq detallarninki bir kutilmagan ahvollarga yoki xatoliklar paydo bo'lsa, bu yana normal ishlatiladigan bo'lishi kerak. Sonliq ma'lumot har qanday programmaning muhim tarkibi, ya'ni sonliq ma'lumot hozir eng muhim qismlarning birisi. Bütün uchurlarni shu yerga saqlaydi. Data, ya'ni inglizchadagi. Shunlashqa har qanday sonliq ma'lumot markazi ishlashdan to'xtab qolsa, zaposlash sonliq ma'lumotlari bo'lishi kerak. Ya'ni shu sonliq ma'lumotninki ma'lum bir yerdagi, ma'lum bir rayondagi yoki balvoqdagi sonliq ma'lumotlar ishlatishdan to'xtalib qolsa, boshqa bir rayondagi sonliq ma'lumotlarni ishlatib, buni torbatni yoki har qanday app yoki
Muş kullanışan app'lerini normal mağdur alışımız gerek. Tor planlamagan tor üzülüp kalish, yani her qandaq tor üzülüp kalish, tok meselesi degендekler sebepten çıkan tor üzülüp kalish başka mesele boluş mümkün. Şu an tor bolmasa bizning hamda bir narsalarimiz işlemeydi degan gapda. Şu an mag'lubiyat o'rnida ortiqcha tor strategiyasi bo'lishi kerak. Yani bu yuqori ishiltishchanlik, mushu muhit, qattiq detal, yumshoq detal, soliq ma'lumot tor jihatda alohida muhim. Endi Amazon tor mulozamatlariga, ya'ni AWS'dagi ishiltishchanlik yoki erishchanlik rayonlari, ya'ni zones, belbog' deganlar. İşletkili bolğan belbaglar xaridorlar tarafidan qo'llanilgan ma'lum rayondagi mulozamati rayonlar bo'lib, har rayonda eng az bo'lganda 2 yoki uningdan jiq belbaglar bo'ldi. Bizda do'qi dunyoning har qanday yerda rayonlar bor, ya'ni regions bor. Regionning ichida zonlar, ya'ni belbaglar bor dedik. Mushu har bir rayonda, regionda eng az deganda 2 yoki uningdan jiq belbag bo'lishi kerak. AWS işletkili bo'lgan belbog'lar xaridorlarga qo'llanishchan programma va sonliq ma'lumot ambirini loyihalash va mashg'ulot qilishning oddiy va texmi unumli usuli bilan ta'minlaydi. İşletkili bo'lgan rayonlar bu qo'llanishchan programmalar va sonliq ma'lumot ambirini texmi yuqori darajada ta'minlaydi. Hozir bu yıl Amazon tor mulozamatlari, ya'ni AWS'ninki aslarininki 69 belbog'i bor, ya'ni 69 tal zon bor degan gap. Oldingi men darsda Amazonninki 90 dak mulozamati bor deb so'zlagandim. Ammo bu koni uchurkan tordan tekshirib buningki 212 mulozamati borligini bildim va uni yanglab qo'ydim. Şu an 212 mulozamati borligini bilib olsanglar bo'ldi. Kechikish surati. Endi bu kechikish surati degan nima degan vaqtida kechikish o'sha sonliq ma'lumotlarni ishlatgichdan mulozamatlarga avatish, anandagi mulozamatlardan shu kelgan uchurga qarata javob qaytarishga ketgan orliqni endi kechikish surati deb ataymiz. Ya'ni ishlatgichdan mulozamatlarga bo'lgan vaqtninki bilan mulozamatlardan ishlatgichga kelgan javob oralig'idagi vaqtning yig'indisi kechikish surati bo'ldi, latency. Endi kechikish surati qancha tuvan bo'lsa, unumi shuncha yaxshi bo'ldi. AWSning xaridori dunyoning har qaysi joylarida bor. Şu an kechikish suratini azaytish, mulozamatlar yukidan saqlanish uchun 40 o'rin foydalanadi. Endi bu 40 o'rin degan nima desa, edge location degan. 40 o'rni, endi uyg'urcha 40 o'rni deb oldim. Endi amal bor, shu inglizcha atalg'usini qo'llansak bir qadar yaxshi, edge location deganni. Bu edge location degan nima degan vaqtida ishlatgich va mulozamatlar orasidagi Amazon tor mulozamatlariga erishish uchun bo'lgan orliq. Yani o'zgarmas mazmunlarni saqlash, static content deydi inglizcha, saqlash va o'xshamagan rayonlarda tuvan tor surati bilan ta'minlab berdi. Shu edge location degan asos jihatdan mazmun yetkazish to'g'ri bo'lib, content delivery network deymiz inglizchada. Bu AWS'ninki CloudFront degan mulozamati bilan birlikda ishlatildi. Ya'ni edge location doim CloudFront mulozamati bilan birlikda ishlatildi. Nimishqa shu edge locationni tanlaymiz degan vaqtida biz AWS'ninki shu CloudFront orqali tor bekatdagi sonliq ma'lumotlarni ishlatgichga yaqin bo'lgan AWS edge location, ya'ni o'rnigacha saqlay olamiz. Bularning hammasi deganimizdek mazmun yetkazish to'g'ri. Undan keyin 40 o'rni mulozamati, ya'ni edge location mulozamatida siz faqat mulozamatlar ichidagi sonliq ma'lumotlarni yo'llash va mulozamatlardan talab qilish uchun, ya'ni mulozamatlardan uchur talab qilish uchun
pul to'laysiz. Ondan keyin bu yakka muhit soliq ma'lumotlarining ishlatuvchilarga yaqinroq rioya va tuvan kechikish suratida yetkazilishini boshqardi. AWS'ni haqsiz etish deymiz, haqsiz hisobot. Bu AWS tunji yili bizga 12 oylik haqsiz mulozimat bilan ta'minlaydi. Ya'ni AWS EC2, Elastic Cloud Computing, ondan keyin S3 degan Simple Storage Service. Ondan keyin DynamoDB degan sonliq ma'lumot, ya'ni database. Shu qatorliq barliq asos mulozimatlarni o'z ichiga olgan 12 oylik bir sizga haqsiz hisobot qo'llanish vaqti berdi. Bunga a'zo bo'lish uchun ikkinchidagi to'rbetga kirib mishadan a'zo bo'lsiz. A'zo bo'lgan vaqtida bular cho'qim sizdan kredit karta talab qildi. Kart futurlarini, shu kredit karta futurlaringizni kirgizmay bunga a'zo bo'lolmaysiz. Chunki eshib ketgan qismini sizningki kredit kartangizdan pul tutadi. Shunga kredit kartini bog'lash shart. Hamda o'sha haqsiz hisobotdan hamda biz nimalarga erisha olamiz degan vaqtida biz erisha oladigan mulozimatlar Amazon'ninki EC2 deymiz, hamda Elastic Cloud Computing degan mulozimati. Buningda 750 soatlik Linux va Windows instance deydi, shu kompyuteri. Ondan keyin Elastic Load Balancer deydi. Bu shu Tor'ninki besimini hamda tangshapirgan narsa 750 soatlik ondan keyin 15 gigabaytlik uchur bir taraf qilish bilan Elastic Block Storage degan sizning uchur qilgan, masalan, bir barmoq diskiga o'xshab uchuringizni saqlaydigan narsa hamda bu. Sizga 30 gigabaytlik SSD ondan keyin 1 gigabaytlik snapshot degan nima desa, snapshot shu sizningki uchurlaringizni saqlash, backup deydi inglizcha, turkcha yedek. Shuni saqlash uchun qilingan shu 1 gigabaytlik shunda uchurni saqlay oladi. Anandagi Amazonning har xil web har xil mulozimatlarini sizga ishlatishingizga sunadi, hamda haqsiz ishlatishingizga. Hamda bu AWS'ninki mulozimatlari, masalan, har xil mulozimatlar bor. 212 xildek deb. Bunun için compute, storage, content delivery, bayam ko'rdik, database, sonliq ma'lumot ambri, networking, Tor dair management tools deydi, boshqarish usullari, andan keyin bexatarlik, kimlik, andan keyin application services, shu ishlatishchan detallarninki mulozimati, andan keyin etish qo'rollari, shundan ichida hammasini hamda bir-birlab ko'rib chiqamiz. Biz shu AWS manbalariga qanday erishimiz, qanday bog'lanamiz deganda, bu yerda 3 xil yo'l bor. Birinchisi CLI degan, bu command line interface deydi. Shu kompyuterniki command line, ya'ni kod ijro qilish orqali shu o'zimizniki manbalarga erisha olamiz. Console degan, shu AWS'niki o'ziniki bizga ta'minlagan Tor beti orqali erishish. Undan keyin kod, har xil programma tillari, Java, Python, PHP va yoki boshqa tillar orqali erishishni ko'rsatadi. Bugungi darsimiz mushaga qadar. Amanglarga ko'p rahmat. Keyingi qismda ko'rishaylik. Allohga omonat.